shaharning markazida ham shinam kvartira bo'lsa olib qo'yaman deb yuruvmidingiz akam, opam? Joylashuvi markazda, lekin tinch, havosi toza, atrofida barcha qulayliklari bor. Ishga, maktabga, do'konga yurish masofasi yaqin. Kvartiramizning umumiy maydoni 105 kvadrat metr, ya'ni keng va foydali maydon. 3 xonadan iborat. Har bir xona yorug', issiq va o'zaro to'g'ri joylashtirilgan. Eng yoqimlisi barcha jihozlari qoladi, ya'ni kirgan saati yashashga tayyor. Bino pishig'ishdan qurilgan, issiqlikni yaxshi ushlab turadi, ovoz o'tkazmaydi. Radiatorlar orqali isitish tizimi mavjud. Bundan tashqari dubuq konturli kotel ham o'rnatilgan. Suv ham, havo ham iliq bo'ladi. Kommunikatsiya masalasida ham muammo yo'q. Svet, suv, gaz, kanalizatsiya hammasi ishlayapti. Hujjatlari ham joyida. 5 qavatli binoning 3-qavatida joylashgan. Aynan qulay variant. Past emas, baland ham emas. Havosi ham, manzarasi ham juda yoqimli. Bunday kvartira kanalimizda uzoq turmasligi aniq. Narxini esa egalari $67,500 deb belgilashibdi. Yana kelishiladigan joylari bor ekan. Manzil esa Farg'ona shahar, Frunskiy massiv, Safir otel yonida. Egalarining raqamlari ekraningizda. Bemalol aloqaga chiqib kelishingiz mumkin. Agar siz oilangiz bilan keng, tayyor, iliq va barakali joy izlayotgan bo'lsangiz, mana shu kvartira aynan siz uchun. Videoni yaqinlaringiz bilan ulashish ham esingizdan chiqmasin.